Assalomu alaykum. Kanalimizda e'lon qilingan masalalar tahlilini ko'ramiz. Birinchi masala: ikki sonning yig'indisi 42 ga teng. Birinchi sonning 3 barobari ikkinchi sonning 4 barobariga teng bo'lsa, kichik sonni toping deyilgan. Demak, birinchi sonni x deb tanlab olsak, ikkinchi sonni y deb tanlab olsak, birinchi sonning 3 barobari degani uchun 3 ga ko'paytiramiz, 3x bo'ladi. Ikkinchi sonning 4 barobariga teng deyapti, demak 4 ga ko'paytiramiz, 4y. Ya'ni 3x teng 4y hosil bo'ladi. Keyin bu ikkita sonimizning yig'indisi 42 ga teng, mana bu tenglikdan. Demak, shunda x qo'shilgan y-imiz teng 42 ga. Endi ko'pchilik o'quvchilar yuqorgi tenglikdan x ni topib 4/3 y deb, ya'ni kasrga o'tkazib ishlashadi. Lekin buni oson yo'li bor. Mana shu pastki tengligimizni 3 ga ko'paytirib yuboramiz. Shunda bizda 3x qo'shilgan 3y teng 126 ga. Bu yerdan endi 3x ni o'rniga mana bu 4y ni olib kelib qo'ysak bo'ladi. Mana shu 4y ni 3x ni o'rniga olib kelib qo'ysak bo'ladi. Sababi 3x imiz 4y ga teng bo'lib turibdi. Demak, 4y qo'shilgan 3y teng 126 ga. Bundan 7y imiz 126 ga teng bo'ladi. Bundan esa ko'paytirilgan desak, bo'lish bo'lib o'tadi va y imiz teng 126 ni bo'lamiz 7 ga. Bundan y imiz 18 chiqadi. 18. Demak, javob 18 ga teng ekan. Birinchi masalamizning javobi 18 bo'ladi. Kichik sonimiz 18 ga teng. Ikkinchi masalaga o'tamiz. Ikkinchi masalamizda a plus b plus s imiz teng 46 ga. A teng 3b ga, bu ham teng 5s ga. Shu yerdan biz s ni qiymatini topishimiz kerak. S ni qiymatini. Buning uchun a ni teng 5s deb olamiz. A mana 5s ga teng bo'lyapti. Keyin 3b imiz 5s ga teng bo'lyapti. Demak, e'tibor bersak, a imiz ham 5s ga teng, 3b imiz ham 5s ga teng bo'lyapti. Mana shu tenglikni eslab qo'yamiz. Keyin mana bu qatorni, birinchi qatorni 3 ga ko'paytirib yuboramiz. Oson usuldan ketyapmiz. Demak, bundan kelib chiqadi. 3a qo'shamiz, 3b qo'shamiz, 3s teng. Demak, bizda hosil bo'ladi 138 hosil bo'ladi. 138. Mana endi e'tibor bering. A imiz 5s ga teng. A ni qiymati 5s ga teng bo'lsa, 3 ga ko'paytirib yuboramiz. 3 ko'paygan 5s ni qo'yamiz a ni o'rniga. Plus 3b imiz esa 5s ga teng. Buni o'rniga ham 5s qo'yamiz. Qo'shilgan 3s teng 138 ga. Endi 15s qo'shilgan 5s qo'shilgan 3s teng 138. Bundan qo'shsak chap tomoni tenglikni 23s teng 138 ga. S ni topadigan bo'lsak, 138 ni bo'lamiz 23 ga. S imiz chiqadi, shunda 6 ga teng chiqadi. 6 ga va javobimiz mana shu 6 bo'ladi. Uchinchi masalaga o'tamiz. Uchinchi masalamiz: daftarning narxi ruchka narxining 2 barobardan 5 dollarga arzon. 5 dollarga arzon.
Demak, daftar teng ikkita ruchkani narxidan 5 dollar arzon, 5 dollar ayirib qo'yamiz. Endi daftarni narxiga ruchkani narxini qo'shsak 40 dollarga teng bo'lyapti. Endi bizdan ruchkaning narxini so'rayapti. Endi bu yerdan demak daftarning o'rniga ikkita ruchka va aylangan 5 dollarni qo'yamiz. Bu yerga olib kelib qo'yamiz shuni. Mana shu yerga. Demak, ikkita ruchka aylangan 5 dollar qo'shilgan yana ruchka teng 40 dollar. Demak, sezgan bo'lsangiz, ikkita ruchka ayru 5 dollarni 5 ni, demak, dollarni daftarning narxiga olib kelib qo'ydik. Endi bu yerdan 3 ta ruchkamiz teng bo'ladi. 5 bu tarafga o'tib ketsa 45 dollarga teng. Bitta ruchkamiz shunda 15 dollarga teng bo'lar ekan. 15 dollarga teng bo'lar ekan. Bizdan ruchkaning narxini so'ragan edi. 3-masalamizning javobi 15 dollar bo'ladi. Keyingi masalamiz salonda 12 ta erkak va 5 ta ayol kishi bor. Salonga nechta juftlik xotin kirib kelganidan so'ng salondagi erkaklar soni ayollar sonidan 2 barobar ko'p bo'ladi. Demak, salonda erkaklar uzr chiqib ketdi hozir. Demak, salonda erkaklar bor va salonda ayollar bor. Erkaklar hozir 12 ta bor. Ayollar esa 5 ta bor. Demak, erkaklar soni 2 marta ko'p bo'lishi kerak. Qachon? Shu salonga xotinlar birgalikda kirib kelganida. Demak, endi biz bunday qilamiz, qarang. 12 qo'shilgan x ta erkak kirib keldi deymiz. Bu tarafga esa 5 qo'shilgan x ta ayol kirib keldi. Ikki tarafga bir xil sondagi erkak va ayol kirib keladi. Chunki xotin deyapti. Va shu 5 qo'shilgan x ni 2 ga ko'paytirsam erkaklar soniga teng bo'lishi kerak. Mana tenglama tuzib oldim. Tenglama nechamiz endi birgalikda? 12 qo'shilgan x imiz teng 10 qo'shilgan 2x ga. Bu tarafdan x ni bu tarafga o'tiramiz, 10 ni esa chap tomonga o'tirib yuboramiz. Shunda bizda 2x aylangan x teng 12 aylangan 10 hosil bo'ladi. Va bundan x teng 2 degan javob kelib chiqadi. Mana tekshirib ko'rishimiz ham mumkin. 2 ta erkak kirib kelsa 14 ta erkak bo'ladi jami. 2 ta ayol kishi kirib kelsa 7 ta ayol kishi bo'ladi jami. Demak, 14 ta erkak va 7 ta ayol bo'ladi va bu 2 barobar ko'p degan erkaklarni. Demak, 4-masalamizning javobi 2 ta degan javob bo'ladi. 5-masalamizga o'tamiz. Abbos va Boburning ikkalasida jami 170 dollar puli bor, ikkalasini. Demak, Abbosni A harfi bilan Boburni B harfi bilan belgilasak, ikkalasida 170 dollar bor deyapti. Demak, ikkalasidagi pulni yozamiz. Abbosning puli Boburnikiga qaraganda 4 barobar ko'p. Demak, Abbos teng 4 Boburni puliga tenglashtiramiz. Boburda qancha pul bor? Boburning pulini biz topishimiz kerak ekan. Buning uchun bu juda oddiy masala ekan. 4 Boburni mana shu tenglikdagi 4 Boburni Abbosni o'rniga olib kelib qo'yamiz. Shunda bizda 4 Bobur qo'shilgan Bobur teng 170 dollarga. Ana endi bu yerdan
bu yerdan 5 Boburimiz teng 170 dollarga. Boburni o'zini pulini topadigan bo'lsak, 170 ni bo'lamiz 5 ga, 5 ga bo'lamiz. Javobimiz Bobur teng 34 dollar chiqar ekan. Demak, javobimiz shu bo'ladi. Barchangizga rahmat, e'tiboringiz uchun rahmat.